Sağlam bo'lay deseniz, cho'qim 3 vaqt tamoqni qandoq yeyishni bilishingiz kerak. Tamoqni qandoq yeganda sağlam bo'g'ili bo'ldi. Tamoq yeganda nimalarga diqqat qilgan vaqtida ondan kasallikning oldini olg'ili bo'ldi. Men hozir demoqchi bo'lgan gaplarning hammasi intayin muhim gaplar. Chunki men har xil yaxshi turmush odatlari orqali kasallikning oldini olishni, salomatlikni asli keltirishni, badan subtini yuqori ko'tarishni, kasallik qarshi turish kuchini yaxshilashni deb bermoqchi. Bu cho'qim yurak berib saqlayib, qayta ko'rib chiqsangiz, har vaqt o'zingizni eskartib tursangiz bo'ldi. Bir kundagi 3 vaqt tamoq deganda, sizning tamoqingiz bilan sizning ichadigan suyingizni o'z ichiga oldi. Suv ichish kelgan vaqtida siz cho'qim suvni qandoq ichganda to'g'ri bo'ldi, shuni bilib olishingiz kerak. Birinchisi, cho'qim suvni jiqroq ichish kerak. Chunki suv odam badanining metabolizmini tezlashtira oladi. Har vaqt badaningizdagi zahar aqlatlarni badan sirtiga tozalab chiqara oladi. Qonning yepishqoqligining eshib ketishini oldini oladi. Undaq bo'lsa, biz kunda zodi qanchalik suv ichishimiz kerak? Quramiga yetganlar yoki cho'nglar bir kunda cho'qim 2 kilogramdan ortiq suv ichsa, eng yaxshi bo'ladi. Ikkinchisi, cho'qim suv ichishning paytini yaxshi tanlash kerak. Aytganda, tomoning ochiq vaqtida agar bir stikon iliman suv icha olsangiz, o'zingizning badan quvvatingizni texmi oshira olasiz. Bir nechta tal chilan sap qo'yib ichsangiz texmi yaxshi bo'ldi. Qandoq chilan bo'lsa bo'laverdi. Odatda kichik chilan yoki mushu yakanning kichik chilini, yumaloq chilan deb qo'yamiz. Ashundaq chilan bo'lsin bo'laverdi. Endi biz tamoq yegan vaqtimizda etigellik nashta. Etigellik nashta intayin muhim. Etigellik nashtaga ahamiyat berishimiz, nashta qilish odat yetildirishimiz kerak. Chunki etiganda saharda tol va oshqozon qon quvvat hosil qiladigan vaqt. Horg'inlik his qiladigan, oson charchaydigan odamlarning ko'pinchisi uzoq vaqt etigellik nashta qilmaganlikdan mushtab bo'lib qolgan. Tol bilan oshqozonni go'sht qiyma qiladigan mashinaga o'xshatsak bo'ldi. Go'sht qiyma qilish mashinangiz har qancha yaxshi bo'lgan bilan, uning go'sht solmasangiz, uning go'sht qiymasi chiqamdi. Uning ustiga etigellik nashtaninki quvvati cho'qim tekshi ham xilma-xil mo'l bo'lishi kerak. Hamda burimi necha qitim degan tamoqning rangi cho'qim xilma-xil bo'lishi kerak deb. Rang qancha jiq bo'lsa, masalan, 5-6 xil, 7-8 xil, 10 necha xil. Shunda qancha rangli tamoq yesangiz, shunchaki yaxshi bo'ldi. Nurg'ulg'an odamlar menga qilibdi, etigellik nashtaga e'tibor berma. Etigellik nashtani bek yaxshi yeyman, lekin chiroyim shu qandidori yo'q, yoki qon quvvat yetishmagan ahvollar bor deb. Men undan odatda nashtaga nima yeysiz deb so'rsam, bundaq odamlarning ko'pinchisi men aytganda manti yeyman, samsa yeyman, quymoq yeyman, tangma ichaman deb javob berdi. Amaliyotda bundaq yeyish quvvatli yeyish hisoblanmaydi. Chunki bu narsalarning hammasi asos jihatdan karbon suv birikmalari yoki moy. Mushunda ketaversa vaqt uzargan sari ozuqliq yetishmaslik kelib chiqadi. Uning ustiga odamni oson semirtib o'tadi. Chunki qon va quvvat hosil bo'lish uchun cho'qim xom material to'liq bo'lishi kerak. Siz bir kunlik faoliyatingizga to'liq mukammal bo'lgan ozuqliqni ta'minlab beramiz, bu qon quvvat aniq yetishmaydi. Shunga yemekliklarning turi cho'qim qancha jiq bo'lsa shuncha yaxshi. Biz davlatimizning yemak ichma qo'llanmasida bir kunda cho'qim 10 xildan ortiq yemeklik yeyish kerak deb yozyapti. Lekin Yaponiyaniga qarab baqsaq, cho'qim 30 xildan kam bo'lmaslik kerak deb yozyapti. Shunga nashtaning turi bo'laqmi shu rangi cho'qim qancha jiq bo'lsa shuncha yaxshi. Oz-ozdan yesak bo'ldi, lekin bir xil narsani bakchi qilib to'yib olsak bo'lmaydi. Masalan, yo cho'nglardan birini yeb o'tib, yoki samsida 7-8 ni yeb o'tib, unda qilsak bo'lmaydi. Cho'qim turi jiq bo'lish kerak. Har xil narsalarni undan oz-ozdan yesakmi, turi jiqroq narsa yesak, bu eng to'g'ri. Endi tushlik tamoq yesak, tushlik tamoqni amal bor yaxshiroq yeyishimiz kerak. Chunki tushdan keyin xizmatning energiyasi asosligi shu tushlik tamoqdan keldi. Lekin nurg'unlagan o'zini kutishni bilmaydigan odamlar bor. Tushda aldirashchilikda, xizmat aldirash, vaqt qiyas deb qo'yib, har xil banolar bilan o'xshamagan lag'man, sokal so'man bilan aplab-saplab o'tkazib, kechtimish o'tirishga, so'ronga berib, bo'lishiga yeb ichibmish, mayliq ochiq narsalarni ham, har xil oliy yeshil ichimlik degandek narsalarni ichib oldigan ishlar bakchiq. Bular faqat bo'lmaydigan odat. O'tganda birisi deydi, tamoqni yeyaptimi? Tamoq singmayotdi, ko'layish baqaymikin deb. Hozir bizning tamoqimiz, yemak ichmakimiz asosli shu karbon suv birikmalari. Bundaq qilib aytganda, shakar desak ham bo'ldi. Ikkisi o'xshash amaliyotda. Mushundaq narsalarni jiqyab olib, tamoqni singdirolmay, hamda to'piga yana kelib ko'layishlik ekan. Bir potlik ko'laninki ichida qanchalik shakar bor, buni deymizmi? Bilasizlar, qat'iy bo'lmaydigan bir kulkilik ishda bu. Bir potlik ko'laning ichida taxminan 54 gram oq shakar bor. Ya'ni 13 tal chaqmoq qand bilan barobar. 13 tal chaqmoq qandni chiniga silib to'piga qaynoq suv quyib ichib baqsangiz bo'ldi. Tatlılık derecesini içerlerini kensizlar qana. Çoqum tatlıqlıqının ko'ngilligiga tekitdi. Lekin kola, shunday sho'biya degandek shunday tatlı ichimliklarning ichida ko'ngilga tegmaydigan har xil xushburoq materiallarni aralashtirganlikdan biz uni uqmay ichib o'tamiz. Kechlik tamoq yesak, kechlik tamoqni cho'qim ozroq yeyish kerak. Qat'iy yemasakmi bo'lmaydi. Qat'iy yemaydiganlar borkan, shu kechda tamoq yemadimi, ancha-muncha meva-cheva yeb uxlab qolyaptimi deb.
To'g'ri meva chevimi bo'ladi, lekin qandaq meva chevi yeyishga diqqat qilish kerak. Amaliyotda meva chevining tarkibida bo'lapmi shu Xinjiangning shu yerlik meva chevilarining tarkibida meva shakari alohida yuqori. Bek tatliq, uning ustiga meva shakari degan narsa badanga kirgandan keyin cho'qim 100% butunlay to'liq shumirildi. Ya'ni agar to'liq ko'ydirib bo'lolmay qolsak, 100% mayga o'zgardi degan gapda. Shunga kechda tomoq yemay, meva chevi yeyotganlar yoki mushtaq odati bog'lab qolsa, olma, juza degandek tatliq mushtaq shakar miqdori yuqori narsalarni yemay, amal bor tarxamak, pomidor, kallak basay degandek shundoq issiqlik energiyasi to'varak saylaydi. Rasay ko'ktatlarni yeb bersak bo'ldi. Aytganda podshodagi ya kechda qalandardagi ya deydigan gap bor. Kechda uxlashdan burun bir narsa yemaslik kerak. Ba'zi odamlar uxlashdan burun qo'sqiga ozroq bir narsa yeb olmasa qat'iy uxlamaydigan odamlar bor. Bu toza yaxshi odat emas. Chunki kechda uxlaganda odam badanidagi har qaysi a'zolar zahar tozalash, o'z-o'zini asliga keltirish shunday xizmatlarni olib bordi. Kechda uxlashdan burun jiq narsa yeb olsak, bizning a'zolarimizning yuki texim ig'irlashib ketadi. Ichki a'zolarimizning yuki ig'ir bo'lib ketsa, metabolizm iqtidorimiz chekinib ketadi. Shuning bilan qondagi axlatlar nisbatan olda eshib ketadi degan gap. Odatda badan tekshirtgandagi ko'rsatkichning o'lchamlar eshib ketibdi degan gaplarning hammasi shu qonning tarkibiga axlat yoki aralashma moddalar eshib ketdi degan gap. Masalan, qondagi xolesterin, gliserin degandek narsalar eshib ketdi degan gap, qondagi mayliq axlatlar eshib ketdi degan gap. Masalan, suydagi kislotasi ortib ketdi degan gap, shu qiningizdagi kislotaliq axlatlar eshib ketdi degan gap. Qalayimqan narsa yegingiz kelib ketib qolgan vaqtida yoki tonish bilish urug' tuqqanlaringiz qalayimqan narsa yemoqchi bo'lgan vaqtida shu shipinni yo'llab bersangiz ham shipinni birga ko'rsanglar bo'ldi. Men bu videoning ularning ko'z qarashini o'zgartira oladiganligini ishonaman. Ularning qanday tomoq yeyishni bilmay og'rib qolmasin. Odatda kasallikning ko'pinchisini biz o'zimiz topamiz. Qanday uchur taqasak shunda inkosga erishamiz. Agar sog'lomlik erishmoqchi bo'lsak, inkos rayoniga sog'lomlik, ya'ni Jenkang degan xatni yozib qo'yinglar. Faqat bo'lmasa xo belgisini jiq besib qo'ysanglar bo'ldi. Shunday qilsangiz, sog'lom bo'lsam bo'ldi deb qarab o'tirgan bo'lmaysiz. Sog'lomlik uchun amaliy harakat qilgan bo'lasiz. Shu videoga yurak berib qo'ysangiz, urug' tuqqan tonish bilishlarga yo'llab qo'ysangiz, saqlab olsangiz, meni qo'shib olsangiz, mushlarning hammasi sog'lomlik uchun amaliy harakat qilgan bo'lib hisoblanadi. Chunki men bundan keyin texim yaxshi, texim foydali, yaxshi mazmunlarni yo'llab turaman. Har xil to'plarga, yana tuqqanlar to'pi, saboqdoshlar to'pi, do'stlar to'pi, to'plab qolsa yo'llab qo'yaveramiz. Teximjiq odam ko'rsin, teximjiq odam foydalanib qolsin. Teximjiq odam oz pul bilan yoki pul xarjlamaymi, sog'lomlikqa erish qilib bo'lganligini bilib qolsin.